Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Bugun shu bizga tashlangan savollardan bittasini yechimini ko'rib chiqamiz. Ma'ruf Tong'otarov to'plamidan ekan, 13-savol. Azot monoksidi va havo qanday hajmiy nisbatda aralashtirilsa, hosil bo'lgan aralashma hajm jihatdan 40% azot bo'ladi degan. Ya'ni havo tarkibida kislorodning ulushi 0,2 ulush bizda berilgan, ya'ni 20%. Demak, azot oksid va havo. Biz boshlang'ich miqdorlarni bilmaymiz. Shuning uchun x mol azot oksid va y mol havo deb olamiz. Masala shartda berilgan havo tarkibining 20%ni ulushda 0,2 ulushini, ya'ni 20%ni kislorod tashkil etadi degan, qolgani 0,8 i azot bo'ladi. Demak, havoni biz y deb belgilab oldik. Shunda 0,2 ga y ni ko'paytirsak 0,2 y kislorod bo'ladi bizda. 0,8 ga y ko'paytirsak 0,8 y azot bo'ladi. Demak, azot 2 oksid kislorod bilan reaksiyaga kirishib azot toroksid hosil qiladi. Demak, bu yerda kisloroddan ketamiz. 0,2 y kislorod reaksiyaga kirishgan, sarflangan 0,4 y azot 2 oksid va hosil bo'lgan azot toroksid 0,4 y. Demak, hosil bo'lgan bizda azot 2 oksid dastlab x bor edi, ya'ni chiqib ketgan, reaksiyaga kirishgan 0,4 y. Azot toroksid hosil bo'ldi bizda 0,4 y va azot bor edi bizda umuman reaksiyaga qatnashmagan azot o'zi bor edi 0,8 y. Umumiy yig'ib chiqsak, mana minus 0,4 y bilan mana bu yerda 0,4 y ni o'zi plyus holatda. Ikkalasi yeyishib ketadi. Umumiy miqdorimiz x plus 0,8 y tashkil etadi. Demak, bizda azotni foizi berilgan, shunga moslab 0,8 y da x plus 0,8 y ga bo'lgan holatimiz 40% ni tashkil etadi deyapti bizda. Mana shu yerda y topsak 0,833 x ga to'g'ri keladi. Demak, x ga 1 bergan taqdirimizda y imiz 1,2 kelib chiqadi. Demak, nisbat ham xuddi shunaqa 1,2 ga 1. Demak, to'g'ri javobimiz C javob.